hozir ishxonamizda nima o'zgarish bo'lishini xohlashadi? Bir so'raymiz hozir. O'tkazmay turinglar. Aka Orbek, ishxonamizda nima o'zgarish bo'lishini xohlardingiz? Xonamizda oyligimizni oshirsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Rahmat. Ikkinchi odamimizdan so'raymiz. Akamiz ana gilomlarni yayapti, chiroyli qilib. Bu joyimizdan, boksimizdan akamiz ishlaydi, nari xonada ham. Aka Ormen, Salomat bo'ling. qatnamayapsizmi? Rahmat. Ishxonamizda nima o'zgarish bo'lishini xohlardingiz? Intervyu olyapti. Shu oyligimizni oshirib bersa bo'ldi. Oylik. Ha? Ikkinchi akamizdan oylik haqida gapirdi. Rahmat. Yana uchinchi odamdan so'raymiz. Qani nima deb beradi? Videoda o'tkazmay turibsizlar, akam kontrol qilar ekan. Mana boks akamizdan so'raymiz. Eng tajribali sportda men adashim nimadan so'raymiz endi savolda. Adash, Xormey. Assalomu alaykum adash, nima aka? Qatnamayapsizmi? Rahmat. Hozir savol beryapmiz hammaga. Ishxona haqida nima o'zgarish bo'lishini xohlardingiz desa, hamma oylikni ko'tarishini xohlayapti. Sizchi? Mani o'zi oyligim yaxshi. Nimaga oylikni ko'tarish kerak? Ko'tarilmasin, o'zi oyliklar yaxshi, o'zi oyliklar. Ichki oylik ko'tarilmasinmi? Yo'q, ko'tarilmasin. Mani oyligim havo yaxshi. Ko'p do'stlar, hamma ishxonada shunaqa odam bo'ladi. Shunaqa odamlar o'ziga tashlab qo'yasizlar. Har bitta ishxonada shunaqa odam bo'ladi. Hazır. O'ziga tashlab qo'yinglar, o'ziga.